Yuan Shao'ning Sunjanni qaslash plani. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda bo'lsa, uch podshohlikni davomli so'zlab ketdik. Oldingi filmda biz Cao Cao'ninki shu Dongzhuo'ni qo'g'lab mag'lub bo'lganlik to'g'riliq so'zlagandik. Endi Cao Cao Dongzhuo tarafidan mag'lub bo'lgandan keyin 18 taram bagiligi bor Xulaogan eg'iziga qaytdi. Ham Sunjanmi shu Loyangdagi o'tni o'chirib bo'lgandan keyin ham o'sha yerda təvərrük möhürge erişkəndən keyin, şunu dep vağandan keyin onu Xulaoganga qaytıdı. Əmdə Sunjanninki bu təvərrük möhürni tep vağanlığını başqa taram bəgillərimi bilib qaldı. Nimişqa? Çünki hər qandaq vaqtda ən yuşurğan iş ən aşkarlanıb getdi. Əmdə Sunjan şu təvərrük möhürni tep vağan vaqtda bunun ətrafında 10 neçidək özünün nökərlər vardı. Şunu tep vağan aman dərhal bu xabarni hech kimga aytish qo'ymaydi. Agar kim xabarni oshkorlab qo'ysa, kallas ilindi. Bu harbiy buyruq deb, garchi buyruq qilayotgan bo'lsa-mu, ammo shundoq qat'iy oshkorlanishga bo'lmaydi deydigan sirlarninki oshkorlanib ketganligini hammaylar bilamiz. Qadimdan hozirgacha, hatto hozir turmushimizdami, ma gapni alang deb qo'ymayjimi, bu mening sirimdi degan gapning o'zi eng asosiy oshkorlanib ketdi. Desang davagina nimboz bo'lmamdi degan so'zni asosan boshqalar deb yurmaydi. Shunga o'xshash dal shu Sunjanninki nökərlərninki orasida bir kishi Yuan Shao'ninki yurt dışı chiqib qoldi. Shuning bilan u to'p ko'rsatish uchun Yuan Shao'ning bino berib nurg'un mol mulkka bu xabarni setib o'tdi. Yuan Shao bu xabarni o'qigandan keyin cho'chib ketdi. Cho'qim Sunjanning qo'lidan bu təvərrük möhürni tortilish kerak. Sunjan aslida nihoyat kuchli palvon. Buningki qo'lidami nurg'un yaxshi sarkardalar bor. Agar bu möhürdan yaxshi foydalanib qolsa, möhür buni bersa, keyin bu cho'qim cho'ng ishlar qilish mumkin. Bizga cho'qim dushman bo'lib qoldi. Hozir eng cho'ng dushman Dongzhuo emas, balki 18 taram ichidagi kuchli pasibonlar deb manda o'ylaydi-da bu Yuan Shao. Shuning bilan Sunjanninki piyg' tushdi. Endi Sunjan bu təvərrük möhürni tepib olgandan keyin nihoyat xo'shib ketdi. Nimishqa? Chunki Sunjan 18 taram qo'shini qo'shilgandan tortib nurg'un janglar qatnashdi, nurg'un to'plar yaratdi. Ammo uningga hech qanday nom berilmadi, hech qanday manfaatga erishamadi. Hatto o'ziga lozimlik bo'lgan ochliqqa erishamadi. 18 taram qo'shini buning bermadi. Huquqmi yo'q. Uningdan sirt bu jang qilish jarayonida nurg'un qo'shindan ayrildi. O'zining nihoyat yaxshi sanog'lardan ayrilib qoldi. Shuning bilan hech qanday narsaga erishamadi. Hech qanday bizga in'om kelmadi deb turgan vaqtda bu təvərrük möhürni uchrab qilishi buningga endi osmondan in'om yoqqandek ish bo'ldi. Shuning bilan bu o'g'li Sunjanninki, ya'ni Sharqo'ninki kelgusidagi pasiboni bo'lgan Sunjanninki shu təvərrük möhürni ammaslik to'g'risidagi nasihatlarni anglamay, buni yushirib, cho'qim Jangdongga akitishni o'ylaydi. Nimishqa? Chunki hozir bu yerda qo'shini nihoyat oz. Buningki qo'shin talafat tortib ozayib ketdi. Ham nurg'un qatim jang qatnashib charchab ketdi-da. Ya'ni davomli jang qilishga bu petlanmaydi. Avval Jangdong qaytib, qo'shinni qaytadan yig'ib, mush təvərrük möhürdan foydalanib, cho'ng-cho'ng ishlarni qilib qolsam, keyin mush podshoh atalsammi bo'ladi-ku deb o'ylab tez suratda bu Jangdongga, ya'ni Sharqqa qaytmoqchi bo'ldi. Shuning bilan Xulaoganga bular hammasi yig'ildi. Cao Cao, Sunjan, Yuan Shao, Yuan Shu, Liu Guanzhang uchaylan deganda. Bundan keyin Sunjan o'zininki ketish maqsadini degan vaqtda Yuan Shao bundan qo'shilmaydi. Yuan Shao, Yuan Shular gapni deydi. Sen davlatninki go'rini yutib olding. Podshohninki shu xos təvərrük möhürünü yutib olding. Bu faqat podshohlarga xos narsa. Sen buni topshir. Topshirsan, men shu top ishi bilan bilan buni podshohga yetkazib berman degandan keyin Sunjan buni unutmaydi. Men undan narsani tepib olmadim dedi. Shuning bilan bular o'rtasida ziddiyat bo'ldi. O'sha yerda Yuan Shao bu Sunjanni tas qoldi. O'sha yerda qorishab yo'qotib ketgan. Ham bu vaqtda Liu Guanzhang uchaylan bor, Yuan Shao bor, undan boshqa Cao Cao'lar bo'lg'ashqa bu hamda uchiq oshkora Sunjanga qo'l silishga petlanmaydi. Chunki bu yerda 18 taram qo'shini asli mohiyatda bular
ziddiyatlashgan bilan lekin nomda hamkorlikni ishga oshirmoqchi bo'lgan, ya'ni hamkorlashib Dongjuani yo'qotmoqchi bo'lganda, shu ochiq oshkora buni yo'qotib o'tish yoki Sunjanning qo'shinini yutib olish, Sunjanni o'ldirib o'tish Yuan Shaoninki nomiga daxl yetkazadi. Ya'ni 18 tram qo'shinniki aqidasiga sig'maydi. Shuning bilan amal yo'q, Sunjanni qo'yib o'tishga majbur bo'ldi. Undan keyin Savsao qaytib kelgandan keyin Savsao buni ochiqlaydi. Endi bu nimishqa ochiqlaydi degan vaqtda bu jangda yengildi. 18 tram qo'shindagi boshqa pasbonlarning o'ziga yordam qilmaganligidan ochiq keldi. Ammo buning ochiqlashida yana bir sabab bor. Birisi mag'lub bo'lganligi uchun ochiqlaydi. Bu normal odamlarda bo'lishga tegishli xarakter hamda. Mag'lub bo'lgan vaqtda boshqalardan zarba yegan vaqtimizda zahrimizni yaqinlarimizga yoki boshqalarga chachimizda yordam qilmaganligi. Ikkinchi sabab bo'lsa, nimishqa ochiqlab qiydaydi degan vaqtda, ya'ni bu Yuan Shulardan og'rindi degan vaqtda bu ularni ko'ngil qarz qilib qo'ymoqchi bo'lgan. Chunki Savsao shu vaqtdagi vaziyatni tunib bo'lgan. Savsao emas, balki 18 tram qo'shindagi nurg'un pasibonlar hozirgi shu ahvolni, ya'ni strategik ahvolni bilib bo'lgan. Ya'ni nima desa, hozirgi eng chong dushman Dongjuo emas, balki mushu hamkorlashgan 18 tram qo'shindagi pasibonlarning o'zaro bir-birini yutilish maqsadiniki nihoyat oshkor ekanligini, ya'ni kuchliklarning ojizlarni bo'zaq qilish, yaziminni yutilish maqsadini nihoyat aniq ekanligini his qilib qolgan. Albatta, Savsao'mi yangi egilik tikilgan vaqt bo'lg'achqa, buning zemini cho'ng emas. Undan boshqa buning tuzuk qo'shini yo'q. Hatto Dongjuo bilan elish jarayonida nurg'un talafotga uchrab ketdi-da. Shunga bu Yuan Shularni qarzdor qilish orqali, ya'ni o'ziga bir xil qarzdordek tuyg'usini bildirib qo'yish orqali Yuan Shularni o'ziga vaqtincha chiqolmaydigan, ya'ni o'zi bilan ziddiyatlashmaydigan holatga keltirib qo'ymoqchi. Degandek, Savsao bilan og'irnib, ochiqlab, dardini chiqarib olgandan keyin degan maqsad yetaraydi. Ya'ni Yuan Shular Savsao bilan kor olmaydi, balki Sunjan bilan kor bo'ladi. Nimishqa? Sunjan erishadigan narsaga erishib oldi-da. Hammalarning erishishni xohlaydigan narsalarga erishib olganligi uchun bu Yuan bilan Sunjanni yo'qotish uchun endi planni boshlaydi. Ikkalan maslahatlashib o'ta yo'li bo'lgan Jingzhou, ya'ni Jingzhou'ni saqlayotgan Liu Biao bilan aloqalashib Sunjanni yo'qotmoqchi bo'ladi. Do'stlar, film yaragan bo'lsa, astiki inkaslarga alt raqamlarni gullarni yo'llab qo'yinglar.